Eronda internetga kirish cheklab qo'yildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Eronning internet ma'lumotlari Isroil bilan harbiy mojaro va davom etayotgan raketa zarbalari fonida yuzaga keldi. Internet erkinligi bo'yicha ehtimoliy cheklovlarni kuzatuvchi Netbox tashkilotiga ko'ra, tarmoq ma'lumotlari Eron internetidan deyarli butunlay mahrum bo'lganini ko'rsatdi. Real vaqt rejimidagi tarmoq ma'lumotlari Eronda internet deyarli to'liq o'chirilgan holda ekanini ko'rsatmoqda. Deyarli tashkilot bayonotida Netbox tashkilotining aniqlik kiritishicha, avval ham Eron tarmog'ida qisman uzilishlar qayd etilgan. Keyinroq Eron aloqa vazirligi mamlakat ichidagi tarmoqqa kirishga cheklovlar joriy etgani e'lon qilindi. Eronning internet ma'lumotlari Isroil bilan harbiy mojaro va davom etayotgan raketa zarbalari fonida yuzaga kelgan. 13-iyun kuni Isroil Eronga qarshi harbiy operatsiyani boshladi va yirik yadroviy va mudofaa inshootlarini hujum qildi. Shundan so'ng Eron ham Isroilga raketa zarbalarini berdi. Harbiy mojaro hamon davom etmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.